qizlar, hozir olma sirkalarini solish jarayonida bizada hozir mana bu narsani sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu matkasi har doimgidek bu matkasini ko'pchilik so'raydi, sotasizmi deb. Biz bu matkalarni sotmaymiz qizlar. Sababi bu tabiiyligining belgisi. Prosta ko'rsatish uchun sizlar uchun qo'yib beraman. Sizlar faqat mana bu olma sirkasidan olasizlar-da, shu 1 litrli bankalarga solib qo'ysanglar, 1 oy davomida umuman tegmasanglar, sizlarda aynan mana shunaqa matkalar ishlab chiqariladi-da. Bu matkani ham biz 3 oy mobaynida yig'gan matkalarimizda birpasda 1 oyda katta chiqmaydi. Kichkina bo'lib turib, keyin qalinlashib, keyin уже qalin bo'lib keladi. Siz qachonki o'sha matkaga tegmasangiz, yo bo'lmasa o'sha olma sirkasiga tegmasangiz, xuddi shu holatda siz bemalol olib bu narsani ham yesangiz bo'ladi. Ham oyoq og'riqlari, revmatizm uchun juda foydali hisoblanadi-da. Bemalol olib ulgurib olinglar. Tabiiy mahsulot odam organizmiga zarar bermaydi va sizlar aynan shu bilan inshaalloh shuncha insonlar yaxshi natija ko'rayotganda sizlarda ham